Hech birimizga sir emaski, oliy ta'lim bu faqat bilim berish bilan chegaralanmaydi. Oliy ta'lim deganda albatta ko'z o'ngimizda butun bir kelajak gavdalanadi. Bugun biz jamoamiz bilan birgalikda oliy ta'lim sifatini ta'minlash agentligiga keldik. Aynan mana shu agentlik rahbari bilan birgalikda mana shu yerda dargohda olib borilayotgan ishlar, faoliyat, umuman olganda agentlik bilan yaqindan tanishish niyatidamiz. Bizni kuzatib boring. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Agentligi haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz va rahbar sifatida bu agentlikni qanday tasavvur qilgansiz va o'sha tasavvurlaringiz nechog'lik amalga oshyapti? Bilamiz, mana ta'limda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Xayolimizga kelmagan ishlar bo'ldi. Mana meni yoshimdagilar, sizni yoshingizdagilar yaxshi bilamiz. Oldin universitetga kirishga bizga bir dona imkoniyat beriladi. Bir dona imkoniyat, bir dona universitet, bir dona ta'lim yo'nalishi. Oddiygina shundan ham ko'rsak bo'ladi. Hozirgi kunda bu umuman o'zgarib ketdi. Hozir talabalarimizda davlat tanlash huquqi bor. Xuddi shunaqa 5 ta oliygohni tanlaydi. Bir ta'lim yo'nalishi bo'lmasa, uni bemalol o'zgartiradi o'qish davomida. U ham bo'lmasa, unga qo'shimchasiga xususiylar ham ochilib ketdi. Xususiylarda ham juda ham rivojlanish yaxshi ketdi. Bugungi kunda davlat oliygohlari bilan birma-bir yuradigan xususiylar ham paydo bo'ldi. Endi talabalarimizda 5 tadan ko'p yana tanlov ko'payib ketdi. Ham raqobat ham kuchaydi. Raqobat ham kuchayib ketdi. Bu tashkilotda asosiy funksiyalariga keladigan bo'lsak, hammasi eng ilg'or xorijiy tajriba asosida qilindi. Ya'ni ta'lim sifatini o'zi yangi bir kashfiyot yaratish shart emas. Buni o'zini instrumentlari bor. Amalga oshirish instrument. Bu o'sha akkreditatsiya, risk tahlili va reyting tizimlari shu asosda. Shuning uchun demak milliy ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tashkil etildi. Bu agentlikning asosiy funksiyalaridan biri sifatida akkreditatsiya, sifatga oid tahliliy ishlar va reyting tizimlarini yo'lga qo'yish vazifalari belgilab berildi. Davlatimiz rahbari tomonidan eng oldimizga qo'yilgan vazifa xoh u xususiy bo'lsin, xoh u davlat oliygoh bo'lsin, xoh u xorijiy oliygoh filiali bo'lsin, asosiysi farzandlarimizga sifat bersin. Siz qanaqa tasavvur qilgandingiz bu tashkilotda deganingizda, men oliygohda ishlaganman. Shunda menda shunaqa narsa bor ediki, endi yana tekshiruv ko'payar ekan, yana shu bir nima deydi, qiyinchilik bo'lar ekan degan. Keyin kelganimda ko'rdimki, bu akkreditatsiya tizimi attestatsiya, oldin bizda attestatsiya bo'lganda, mana endi akkreditatsiya tizimiga o'tdi. Akkreditatsiya tizimi attestatsiya tizimidan tubdan farq qiladi. Ya'ni akkreditatsiyada, mana attestatsiyada tekshiruv bo'lsa, maqsad siz o'sha belgilangan standartga mosmisiz, yo'qmisiz tekshiruv bo'lib jazolash mexanizmi bo'lsa, akkreditatsiyada endi sizni nafaqat u o'rganib tekshiradi, unga qo'shimcha endi qanday bo'lish kerakligini ham aytadi. Ya'ni bu yerda biz faqatgina bo'ldi, siz ta'lim sifati talablariga javob bermadingiz, faoliyat ko'rsatishingiz kerak emas deyilmaydi. Siz bilan xayrlashamiz. Unaqa demaydi. Endi mana muammo bo'lsa aytiladi. Shu muammoni bartaraf eting. Mana sizga 6 oy muhlat. Mana shu muhlatda siz bilan doimo muloqotda bo'lamiz. Doimo xatolaringiz ustida birga ishlaymiz. Ana keyin birga hammasini bartaraf etganimizdan keyin siz demak 5 yil davomida faoliyatingizni yuritasiz. Bevosita ko'maklashadi ham. Endi O'zbekiston uchun bu yangilik. Yangi yo'nalish. Shuning uchun hozirda ko'proq biz muloqotga, ko'proq muhokamaga muhtojmiz. Shuning uchun buni ko'proq universitetlar bilan birga ishlaymiz, lekin bu akkreditatsiya tizimi butun dunyoda bir xil. Shunaqa darajada bir xilki, tashkilotlar mana bizga o'xshagan akkreditatsiya qiladigan agentliklar, tashkilotlarning birlashmalari bor. Shu birlashmalarga a'zo bo'lsangiz, siz qilgan akkreditatsiyani boshqa dunyoda ham tan olishadi. Shuning uchun bizning agentligimizni nafaqat bugungi kundagi maqsadi akkreditatsiyadan o'tkazish, balkim bu yerdagi akkreditatsiyadan o'tkazish standartlarini jahon standartlari bilan bir xillashtirib,
akkreditatsiya tashkilotlari tarmoqlarini bir qismi bo'lish. Ya'ni biz a'zolikka kiramiz xalqaro hamjamiyat tan olgan tarmoqlarga. Shunda bizni qilgan akkreditatsiyamizni dunyoda ham tan olishadi. Keyin universitetda bizani akkreditatsiyani ko'rsatib, boshqa akkreditatsiyalarni ham qo'lga kiritish kerak bo'ladi. Ma'lum bir joylarda o'qib, ma'lum bir yutuqlarga erishgan inson shaxs sifatida fikr bildiryapsiz. Lekin oddiy bir shaxs sifatida, masalan, bir shu yurtning farzandi sifatida qanday fikr bildirgan bo'lardi? O'zi bugungi suhbatimiz ham ko'proq norasmiy, osonroq bo'lgani uchun ham oddiygina misollar bilan ko'ryapmiz-da. Mana o'sha boshida aytganim oliygohlarga kirish yoki mana hozir qarang, har bir oliygohda tinimsiz xorij bilan tajriba almashishlar bor-da. Bu men misol uchun lavozimdagi odam emasman, deylik men oddiygina bir professor o'qituvchi bo'lsam ham oliygohda. Qarang qancha imkoniyatlar ochilib ketdi-da. Ya'ni siz xohlagan paytingizda xorijga chiqib tajriba almashib kela olasiz. Shu darajada ochildikki biz xalqaro maydonga. Juda ko'p grantlar. Hozir men ishonmayman. Hozir oliygohda qandaydir professor o'qituvchi xorijga chiqmadi degan gapga ishonmayman. Hamma tinimsiz, nafaqat tinimsiz, faol xorij bilan tajriba almashish ishlari ketyapti. Siz o'zingizda xohish bormi o'sishga? O'zingiz ustingizda ishlash niyatingiz bormi? O'zingizda harakat bormi? Men ishonaman. Siz albatta muvaffaqiyatga erishasiz. Imkoniyat bor, imkoniyat yaratilgan. Mana oddiy misol. Biz bugungi kunda O'zbekistonda 200 dan oshiq universitet bo'ladigan bo'lsa, shundan 50% davlatniki. Qolgani xususiy. Qolgani xususiy va men ko'rib xursand qiladigan narsa, xususiyda ham ayrim xususiy oliygohlarda imkoniyat ko'proq kerak bo'lsa. Shuning uchun o'ylayman, bugungi kunda oddiy inson sifatida aytadigan bo'lsam, umuman yoshlarga qaraydigan bo'lsak ham imkoniyat juda keng. Imkoniyat juda keng. Yana bir yoshlar, men professor o'qituvchi nuqtai nazaridan aytdim. Agar yosh talaba nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, mana ko'ring, El-Yurt umid jamg'armasi 2018-yilgacha ham juda kam bo'lgan kvotasi. Hozir yiliga 2 marta tanlov o'tkazadi. Tinimsiz. Kecha hamkasblarim bilan suhbatlashganimda aytishyapti. Biz targ'ibotga chiqib ketyapmiz hududga. O'zi sizga odam ko'p kelsa, tanlov ko'p bo'lsa, yana nima qilasizlar? Yo'q, hamma bilsin. Qancha ko'p targ'ibot qilsak, shuncha ko'p odam topshiradi, shundan eng zo'rlarini tanlab olamiz. Shuning uchun men o'ylayman, bugungi kunda yoshlarimizda imkoniyat juda katta. Lekin bu yerda davlatimiz rahbari ham, ularni demak rahbarliklarida qo'yayotgan vazifalarda ham biz bu bilan cheklanib qolmoqchi emasmiz. Men bugun sizga bu imkoniyatlarni aytib, biz bo'ldi, shukr qilib shu bilan to'xtashimiz demoqchi emasman. Biz hali buni ustida ishlaymiz. Hali kuchimiz bor ekan, rahbarimiz bizni qo'llab-quvvatlab turarkanlar, biz bor imkoniyatimizni solib, rahbarimiz ham mana tinmasdan ishlaydilar. Yana ham ko'p imkoniyat yaratiliveradi yoshlarimiz uchun. Bu bilan cheklanib qolinmaydi. Lekin bugungi kungacha ham qilingan ishlarni ko'radigan bo'lsangiz ham ko'lami juda keng. Endi mana biz baribir qaraydigan bo'lsak, ishlarimizni boshida ta'limda ko'proq songa qaratdik. Chunki tasavvur qiling, deyarli 1 milliongadan oshib borayotgan aholimiz va 25 yil bizda oliy ta'limga kirish kvotalari oshirilmagan. Aholimiz lekin intensiv oshib kelgan. Endi tasavvur qiling, qanday demak bosim paydo bo'lgan ta'limda. Shuning uchun ham biz boshida raqamga, songa qaratdik e'tiborimizni. Mana endi davlatimiz rahbari yo'q, ularni son bilan endi biz ishontira olmaymiz. Endi bizni oldimizga vazifa qo'ydilarki, endi sifat. Endi sifatga chiqamiz. Oldin achchiq haqiqatimiz migrant bo'lib borgan bo'lsa, endi ular yuqori malakali, yuqori mutaxassis bo'lib borishadi. Mutaxassis bo'lib borishadi.
bu o'ylayman yutuqlarimiz. Lekin yana o'sha gapni aytib o'taman, bu yutuq bilan to'xtab qolish kerak emas. Biz yana o'zimizni ustimizda ishlab, mana agentligimiz tinimsiz ish faoliyatini olib bormoqda va ular o'ylaymanki bu sifatni ta'minlab yoshlarimizni yana ham ko'proq bilim olishiga, yana ham ko'proq sharoit yaratishga bir asos bo'ladi deb o'ylayman. Yil oxiriga kelib sayohat uchun yetarli mablag' to'plang. Va stressning kamayishini omil bo'la boshlar ekan. Odat hayotingizning bir bo'lagiga aylanib borar ekan. Qanaqa taassurotlar qoldi? Bitta kitobni o'zimga kashf qilyapman. Bu kitob bilan oldin ham yaxshi keyslar qilganman, ya'ni bu yerda yozilgan amallarni bajarib, misol uchun shu ishdan keyin sport zalga borishni, ya'ni osonlashtirish, bundan tashqari qanaqadir bitta qiyin murakkab joyiga tushganda, ya'ni murakkab tanlov qilish bo'lgan paytda keraksiz narsalarni chiqarib tashlab, ya'ni minuslarni alohida, pluslarni alohida qilgan holda foyda va zararini aniqlab olib, bu menga kerakmi yoki kerak emasmi, ya'ni shu kabi narsalarni amalga oshirib ko'rganman. Shu kitobni o'qish davomida kitob o'qishga bo'lgan qiziqishimni ham oshirishga harakat qilganman. Ya'ni kitob o'qish o'zi men uchun qiyin bo'lardi oldin, lekin shu kitobdagi ya'ni berilgan keyslar asosida uni osonlashtirish, kerak bo'lsa audioga o'tish, shu yurish davomida ham eshitish, yo'lda kelib ketadigan yarim soat 40 minut vaqtimni ham audio kitobga almashtirish orqali bir qancha kitoblarni o'zim, ya'ni alohida vaqt ajratmagan holda o'qish kabi keyslarni shu kitob orqali qilib ko'rganman. Men o'ylayman, mana hozir juda yaxshi narsani aytdingiz. Mana odam bir kitobni o'qisa, o'zini dunyoqarashida o'qiydi. Mana hozir gaplashib ham turdik. Biz deylik 20 yoshda o'qigan kitob bilan 30 yoshda kitob o'qigani ikki dunyoda. Endi bunaqa jamoada o'tirib o'qisa odam, men o'ylayman 2 barobar emas, 10 barobar ko'proq foyda oladi. Chunki atrofida har xil yoshdagi, har xil tajribaga, har xil bir muvaffaqiyatga erishgan insonlar bo'ladi. O'zimni shaxsiy umumiy komanda uchun taklifimni mana qo'ygan bo'lardim. Brainstorm qiladigan, ya'ni shu zakovat yoki shunaqa intellektual bilimni oshiradigan tadbirlarni ham yo'lga qo'yishni taklif qilgan bo'lardim. Chunki o'zim ancha yillar davomida shunaqa tadbirlarga qatnashib kelib, o'zim ishlab kelardim. Hozir qanaqadir yana shu universitetni bitirgandan keyin yana shu anaqa nima deydi, emotsiya kerak bo'lyapti. Shuning uchun endi o'zimdan katta ustozlar bilan, ya'ni o'tdi har bitta xodim mendan ancha ko'p tajribaga ega. Shu insonlar bilan birgalikda shu bilim sinashib yoki bitta komandada o'ynab, shu narsani amalda sinab ko'rmoqchiman. Qanaqa emotsiya berishini, qanaqa bilimni olishimni ko'rmoqchiman. Xudo xolisi. Maxtiyor aka, hozir mana kitobxonlarimizdan, ya'ni mutaxassislarimizni o'zini shaxs sifatida ham o'zini rivojlantirish uchun, kerak bo'lsa mutaxassis sifatida ham kelib, vaqtlarini ajratib, hamkasblar birgalikda kitobxonlik jarayonlarining ustidan chiqdik. Umuman olganda, suhbatimiz avvaldan ham aytdingiz, men doim kitob o'qiyman va shu kitobni o'zim uchun bir yuklama, kerak bo'lsa majburiyat qilib olganman dedingiz-da. Agar o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, eng avvalambor kitob o'qishni o'zim uchun oson qilib olganman. Ya'ni hozirgi kunda shu darajada imkoniyatimiz ko'pki, kitob o'qishni ham bir qo'shimcha qulaylik sifatida ham qilib olish mumkin. Mana misol uchun bizda bilamiz, demak, o'sha sog'lig'imiz uchun har kuni kamida 10-15 ming qadam yurishimiz kerak. Bu o'zim uchun ayniqsa men shu odatni ham kitob orqali orttirganman. Mana hozir mana xodimlar bilan gaplashgan kitobimiz bu Atom odatlar. U yerda aynan odatlarni qanday shakllantirish bo'yicha tavsiyalar, yo'riqnomalar berilgan va aynan shuni orqasidan men yurish odatini shakllantirganman. Endi har kuni yurganimda albatta bugungi kunda audio kitob o'qish masalasini ko'raman. Ham qulay. Ham qulay. Keyin mana ko'rib turibsiz, xodimlarimiz, jamoamiz agentlikda juda yosh. Va albatta bularda asosiy
demak ham iltimosim xodimlardan ham talabim shu bo'ladiki, ular o'zini ustida ishlashligi kerak. Doimo dunyoqarashini kengaytirishligi kerak. Shuning uchun demak bo'sh vaqtlarida xodimlarimiz o'ziga birlashib, mana bugun kitob klubini kuni. Ya'ni bitta kitobni olib o'qishadi. Hamma demak shu kitobni o'qigandan kelib chiqib munosabat bildiradi. xuddi shunaqa tajriba almashadi. Mana menda bunaqa bo'ldi, menda bu holat bo'ldi deb. Shunaqa tajriba almashadi va bilasizmi, mana juda ko'p kitob o'qiydigan odamlar meni yaxshi tushunadi. Bir yoshimizda bitta kitobni o'qiymiz. Boshqa yoshimizda shu kitobni o'qisak, xuddi yana bir yangi kitob o'qigandek bo'lamiz. Mana o'sha If qal'asi Graf Monte Cristo kitobini o'qiganimda hozir yana qaytadan o'qiyapman. Umuman boshqa kitob, boshqa olamga kirgandayman. Men nimaga? Sababi menda bolaligimdagi dunyoqarash umuman o'zgarib ketdi. Endi bunaqa klublar doirasida muhokama qilib o'qisangiz, siz nafaqat yangi tafakkur bilan, balkim atrofingizdagi hamkasblaringizni tajribasini ham qo'lga kiritib, baravar samaradorlikni oshirib olasiz. Shuning uchun umuman demak ham o'zimdan, ham jamoamdan kitob masalasida juda ham xayrixohmiz bir-birimizga. Doimo kitoblarni o'qib, tavsiya ham qilib boramiz bir-birimizga. Qanday yutuqqa erishmaylik, bu birinchi o'rinda ta'limga, bilimga, salohiyatga borib taqalaveradi. Chunki bizni hayotimizda ustozlarimiz ko'p. Eng avvalo baribir kitobni ustoz deb olishimiz kerak. Keling, yaxshisi Baxtiyor aka, ustozlaringiz to'g'risida gaplashsak. Endi avvalambor bilasiz, baribir biz davlat xizmatida ishlagan mutaxassis sifatida shu nuqtai nazardan kelib chiqamiz. Balkim bu korporativ hamjamiyatda boshqacharoq bo'lishi mumkindir, lekin davlat xizmatchisi sifatida men o'ylayman ustozning o'rni juda katta. Bilasizmi, odatda qarorlar qabul qilishimizda bizga kuch yetishmaydi, shijoat yetishmaydi. Ba'zi hollarda biz tavakkal qila olmaymiz. Shunda men o'ylayman, aynan davlat xizmatida ustozlarning o'rni katta bo'ladi. Ya'ni to'g'ri, juda ko'p shogirdlarim bo'lishi mumkin, lekin o'zim ham bugun kecha kunduzda ham ustozga muhtojman. Ustozga hali ham boraman, hali ham men o'zi umuman aytamanki, muvaffaqiyatga erishish uchun inson bitta o'zi hech qachon bu narsaga erisha olmaydi. Bundan ayniqsa hozirgi zamonda. Oldin bilmadim. Hozir siz jamoada emas ekansiz, siz qo'llab-quvvatlash hamjamiyatga ega bo'lmas ekansiz, hech qanday sizning loyihangiz muvaffaqiyatga erishmaydi. Chunki ilm, ma'lumot shu darajada ko'pki, uni bitta o'zingiz o'zlashtira olmaysiz. Siz atrofingizda 10 ta o'zingizdagi entuziast, o'zingizdagi demak fikrlaydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, aynan shu jamoa qiladigan ish muvaffaqiyatga erishadi. Men buni ko'proq shu ustozlarimizda, shogirdlarimiz bilan deb bilaman. Mana haligacha ustozlarimiz bilan men o'zim iqtisodchiman, iqtisodiy tadqiqotlarni olib boramiz. Ya'ni mana mamlakatdagi oxirgi o'rganayotgan masalalarimiz bu demak o'sha tashqi siyosatdagi import bojlari bo'yicha tadqiqotlar olib boryapmiz. Albatta ustozlarimiz bunda o'zini bilimi bilan beradi. Lekin ustozni mendagi eng katta roli bu uni maslahat berishida, meni demak qaror qabul qilishimda qiynalayotgan paytlarim o'zini to'g'ri maslahatini berishida, to'g'rimi, noto'g'rimi farqi yo'q. Ular ko'proq bizga motivatsiya berishadi, dalil berishadi va qabul qilayotgan qarorga hech qachon u qanday natijaga olib kelmasin, afsuslanish kerak emasligi, hammasi yaxshilikka ekanligini doimo ta'kidlab kelishadi. Shuning uchun meni ustozim har doim bor. Men demak juda ko'p davlat xizmatida men faoliyatim Moliya vazirligida boshlaganman. U yerda ustozlarim juda ko'p. Men hali ham o'zim ustozdurman, lekin hali ham ustozga muhtojman. Hali ham boraman, hali ham maslahat so'rayman, hali ham demak muhokama qilaman, tajriba almashaman. Doimo o'ylayman, ustozsiz muvaffaqiyatli inson o'zi bo'lmasa kerak. Avvalo
sifatni yuqorida aytganingizdek har bir shaxs o'zidan boshlash kerak ekan. Ta'limga ham bevosita biz ota-onalar masalan farzandlarimizga sifatli tarbiyani bersak, maktabga ham aynan mana shu narsani talab qilamiz. Faqat talab qilavermaymizda, biz ham nimadir beramiz maktabga yoki universitetlarga, nimadir ota-ona sifatida beramiz. Endi bugungi kunda mana bizani o'zimizni asosiy vazifamiz ham bu ota-onalarga, umuman ish beruvchilarga, umuman ta'limdan tashqarida bo'lgan odamlarga ma'lumot berish. Oliygohlarni yoki texnikumlar, litseylarni reytingi asosida ularga ko'proq ma'lumot berish. Endi baribir ta'limda juda muhim jihat bu ko'pchilikning fikri. Shuning uchun ham mana biz kuni kecha ommaviy axborot vositalarida ham keng yoritdik, umummilliy so'rovnoma o'tkazdik. Bu talabalar va professor o'qituvchilar o'rtasida qariyb hali bunaqasi O'zbekiston tarixida bo'lmagan, qariyb 1 millionga yaqin odam qatnashdi. Shu darajada ma'lumotimiz hozir ko'pki, hozir endi uni ustida ishlayapmiz. Ma'lumotimiz ko'pki, uni tahlil qilib bizni talabalarimizni nima qiynamoqda yoki professor o'qituvchilarimiz nima qiynamoqda, biz qarorlarni qabul qilishda qaysi ustunlarga suyanishimiz kerak, ya'ni muammo o'zi asli qaysi, Ildizi qayerda? ildizi qayerda, uni keltirib chiqarayotgan sabablar nima uchun, hammasini tahlil qilishga juda ham katta asos bo'ldi. Bu kabi ishlarimizni endi ish beruvchilar, bu yil xudo xolisa ish beruvchilar va ota-onalar o'rtasida ham o'tkazmoqchimiz. Va qizig'i shundaki, mana davlatimiz rahbari xalq bilan muloqot qil, xalqqa qiynayotgan masalani o'rganib, bizga topshiriqlar berib, har doim ko'rsatma beradilar. Biz mana bir qadam yurdik. Talabalarimizga, professor o'qituvchilarga 1 milliontasi qatnashdi. Hozir ish beruvchilar bilan ota-onalar ham bo'ladi. Yurganimizda biz juda ham pessimist bo'lganimizni tushundik. Ya'ni biz kutmagandik bunaqa qamrov bo'lishini, 1 millionta odam qatnashishini, ular fikr bildirishini. Hozirgi talabalar ham, hozirgi professor o'qituvchilar ham biz o'ylagandan ko'ra umuman boshqa darajaga chiqib bo'lgan. Hamma fikrlarni bildirib, demak savollardan tashqari so'rovnomada ochiq takliflar, e'tirozlar uchun ham joy bor edi. Endi hamma shunaqangi masalalarni to'g'ri qo'yib, to'g'ri takliflar bildirishganki, biz mas'ullarga uncha ortiqcha ish ham qolmagan. Men o'ylayman, bu darajadagi faollik, demak aholimizdan, odamlarimizdan bu darajada ko'p kelayotgan qayta aloqa prezidentimizni berayotgan topshiriqlari, ko'rsatmalari yana ham to'g'riligidan dalolat beradi. Chunki biz ko'pincha ko'rmay qolamiz. Biz o'ylaymiz, yo'q, biz bilamiz holatni debda. Yo'q, biz nima deydi, ofisda o'tirib, demak, baho berishimiz kerak emas vaziyatga. Haqiqiy uni ishtirokchilari, ota-onalar, mana bugun siz aytyapsiz, bu universitet bunaqa deyapti. Kimga aytish kerak ular? Bizga. Shuning uchun ham biz ularga ko'proq bir qadam yurib bormoqchimizki, ularni eshitaylik. Asosiy bizni hamma yechimimiz ota-onada, talabada, o'quvchida, professor o'qituvchida, shu ishtirokchilarda. Shuning uchun bu ishlarimizni qilyapmiz. Mana hozir ham agentlikda ko'pchilik xodimlarimiz yo'q. Nimaga? Chunki endi xuddi shunday milliy so'rovnomani universitetda bo'yicha qilgan bo'lsak, endi texnikum litsey bo'yicha qilyapmiz. Hozir hamma hududda o'sha offlayn tartibda olishmoqda, juda faol. Mana biz oliygohli talabalarni ko'rib, professor o'qituvchilarni ko'rib, ha, biz adashgan ekanmiz. Ular faol, ancha texnikumda ham shu, hozir litseyda ham shuda, hamma o'zi xohlab, menga nima o'zgaradimi, o'zgarmaydi demayapti. Masala, mana bu masala bor. Yozib olinglar buni. Bu mana qanaqa muammomiz bor. Bizga kitob yetishmayapti, bizga resurs yetishmayapti, axborot resursi yetishmayapti, bizga kutubxona kerak, bizga laboratoriya kerak. Shu narsalarni ko'rsatib berishyapti-da. Shu nuqtai nazardan endi bularni nafaqat biz strategik qarorlarni qabul qilish uchun ta'lim tashkilotlarining rahbariyatiga ham beryapmiz. Mana hurmatli rektor, hurmatli texnikum direktori, mana sizning dargohingizda shunday masalalar bor. Endi strategiyani qilib olishda shundan foydalaning. Sizning eng asosiy, bilasizmi, o'zi umuman ta'limda e'tibor markazi kim bo'lishi kerak?
e'tibor markazi talaba bo'lishi kerak. Keyin professor o'qituvchi. Sababi rektor emas, prorektor emas, talaba bilan professor o'qituvchi ikkalasi eng asosiy e'tibor markazimizda bo'lishi kerak. Sababi rektorsiz faoliyat ko'rsatishimiz mumkin. Prorektorsiz, balkim qaysidir bo'lim boshlig'isiz universitet yurar. Lekin talabasiz, professor o'qituvchisiz yoki texnikumlarda o'qituvchisiz ta'lim yurmaydi. Mana shular demak markazimizda bo'lishi kerak. Biz aynan qaror qabul qiluvchilar sifatida bularga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak deb o'ylayman. Bugun kim xohlasa, o'sishni xohlasa, rivojlanishni xohlasa, imkon bisyor. Faqat bunga nima deydi, toqat bilan, sabr bilan va albatta qiyinchiliksiz hech qanday yutuqlarga erishib bo'lmaydi. Sizning ham bevosita o'sha yoshligingizdan mana shu davrga yetib kelgunga qadar o'ziga yarasha qiyinchilik yo'llarini bosib o'tgan bo'lishingiz kerak, to'g'rimi? Xuddi shunaqa mendan agar ko'rsatuvni yaqinda oliygohni bitirayotgan yoki umuman mehnat bozoriga kirmoqchi bo'lgan yoshlar ko'rib turishgan bo'lsa, men bir ajoyib tajribamni aytib o'tmoqchi edim. 2012-yili 12-13 o'quv yilida universitet bitirayotganimizda bilasiz, amaliyot dasturlari bor. Ayniqsa biza paytda bu amaliyot dasturlari uncha ishlamasdi. Hech kim borish xohlamasdi. Hozir ham menimcha bo'lsa kerak. Amallab yo'lini topishardi. Keyin men o'zim maqtamoqchi emasman. Majburlikdan borishga to'g'ri keldi. Men boshda bormoqchi bo'lmasdim. Keyin bordim. Shu borganim sabab o'sha paytda Toshkent shahri bo'yicha g'aznachilik boshqarmasiga Moliya institutidan amaliyotga borganman. Ana shu hayotimda o'zgarish nuqtasi bo'lgan. Amaliyotga borganimda endi bilasiz, u paytda shu darajada ediki, mana hozir biz davlat tashkilotlari xodimlarni qidirib yuramiz, yaxshi xodimlarni qidirib yuramiz. Biz paytda umuman xodim bo'lib davlat xizmatiga kirish juda katta challenge bo'lgan. deb o'ylamaganmiz ham. Men amaliyotga borganimda ham ishlardim, ko'proq qolib ham faoliyat ko'rsatardim, o'zim ko'rsatishga harakat qilardim, lekin ishonmasdim kirishimga. Chunki juda ham qiyin edi. Lekin shunaqa bo'ldiki, meni ishga olishdi. Keyin magistraturaga ham kirdim, o'qishimni davom ettirganimda ham yarim stavkada qilishdi. Lekin agar muvaffaqiyatni nuqtasi qayer bo'lgan deb savol bersangiz, men aytardim amaliyotda. Shuning uchun hozir meni tavsiyam ham shuki, yoshlarga oliygoh bergan imkoniyatni, zarracha imkoniyatni shuni ham qo'ldan boy bermang. U chunki menga ham amaliyotchi umuman foydasiz bo'lib ko'ringandi o'sha payt. Lekin o'sha meni kulminatsiya nuqtam shu bo'lgan. Shuning uchun yoshlarimizga ko'proq tavsiya berardimki, bu kabi mana hozir amaliyot misolida aytdimmi, lekin faqat amaliyot emas. Hozir mana ko'ryapmiz, juda ko'p musobaqalar, hakatonlar, olimpiadalar yoki mana startap g'oyalar haftaligi, mana hozir kelajak muhandislari tanlovi hammasida ishtirok etishdi. Bu yerda masala g'olib bo'lish bo'lmasligida emas, ishtirokda, networkingda. Siz mana kelajak muhandislari respublika bo'yicha juda katta yoshlar hamjamiyatini qamrayapti-da. Mayli g'olib bo'lmasin sizning loyihangiz, lekin shu loyiha doirasida siz raqobatda bo'lasiz-ku. Borasiz, sizga 5 ta raqobatchini borib ishini ko'rasiz. Uni o'rganasiz, undan g'oya ham olasiz. O'zingizni takomillashtirasiz. Kamchiliklaringizni ham bilib olasiz. Xuddi shunaqa. Shuning uchun men aytardimki, har qanaqa yaratilayotgan imkoniyatdan foydalimi, foydasizmi, qo'ldan boy bermaylik, qilaveringlar. Balkim shu talabamizni kulminatsiya o'zgarish nuqtasi balkim shudir. Shu nuqtai nazardan men yoshlarga shuni berardim va menda hayotimda o'sha eng asosiy ham qiyinchiligim ham shu ishxonada bo'lgan. Sababi odam qachon qiynaladi, qachonki yangi narsani o'rgansa qiynaladi. Shuning uchun men o'ylardim, muvaffaqiyatim ko'proq albatta bu birinchi navbatda yaratilgan islohot. Bugungi kunda siz davlat xizmatida lavozimingiz oshishi uchun, ish haqingiz oshishi uchun
salohiyatingiz, o'zingizni ko'rsatish, ish tempingiz, takliflaringiz bilan o'lchanadi. Biz kirgan paytda u kriteriyalar eng oxirgi o'rinda bo'lgan. Siz qanchalik tashabbuskor bo'lmang, bu sizni karyera o'sishida foyda bo'ladi. Lekin bugun mana ko'rib turibmiz, juda yosh rahbarlar ko'p, yosh g'oya ko'p, entuziastlar ko'p. Shuning uchun bugungi kunda talab qilinadigan narsa o'z ustida ishlash, davlat manfaati uchun to'g'ri takliflarni shakllantirish, to'g'ri siyosat yuritilishida ishtirok etish va davlatimiz rahbari oldimizga qo'yilgan o'sha xalqimiz hayotini yaxshilash, umuman mamlakatimizda iqtisodiy rivojlanish kabi qo'yilgan vazifalarni samarali yo'llar bilan, ilg'or xorijiy tajribalar bilan o'rgangan holda yuritish, men o'ylayman, asosiy davlat xizmatidagi muhim jihat deb hisoblayman. Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz, Baxtiyor aka. Bir ustozimiz va yutuqlarga erishgan bir qahramonimiz aytgandiki, eng o'sgan davringiz yoki eng o'sha baxtli oningiz qaysi vaqt bo'lgan deb so'raganimda, o'sha eng qiynalgan paytim men juda ham baxtli ekanman dedilar-da. Bu gapni tagida juda katta mohiyat bor. O'sha qiynalgan paytda o'sishga, xuddi siz aytgandek, o'sha sabab bo'lgan va keskin burilishga ham to'g'ri kelgan va o'zini topgan desa ham menimcha to'g'ri bo'ladi. Xuddi shunaqa, chunki mana har doim qiyinchilik, eng ko'p qiyinchilik baribir o'sha boshlanishda bo'ladi. Chunki sizni odamlar bilishmaydi hali, sizni salohiyatingizni bilishmaydi, sizni umuman qilishingiz mumkin bo'lgan ishlarni bilishmaydi. Misol uchun hozir menda mana 15 yilga yaqin demak ish faoliyatim bo'ladigan bo'lsa, men bilan birga loyihada ishlagan insonlar juda ko'p. Men bilan birga bir qancha loyihalarni qilgan insonlar ko'p. Demak, bizda endi orqada bagaj bor. Nisbatan ishga joylashishda ham, keyingi karyera pog'onalarimizda ham nisbatan osonroq bo'ladi, chunki bizni hamjamiyat, o'sha davlat xizmatidagi hamjamiyat deymizmi, atrofimizdagi hamkasblarni bilishadi, baholash uchun bor. Lekin boshida biz hech nimamiz bo'lmaydi. Aynan shu hech nimamiz bo'lmagan paytda tan olishimiz kerak. Bizda tajriba ham bo'lmaydi o'sha payt. To'g'ri. O'shanda biz ko'proq ustozlarga suyanamiz. Shu paytda, men bilasizmi, birinchi davlat xizmatida yozgan xatimni ustozim hali ham saqlaydilar. Chunki hamma shogirdlarniki saqlab qo'yar ekanlar. Shu darajada xatolar bo'lganki, haligacha oddiy sonda o'rgatib qo'yarlar, ko'rsatib qo'yarlar. O'sha yozgan xatingiz esingizdami deb. Ha, shuning uchun tasavvur qiling, siz kuchli insonsizda, sizga keldi bir inson, na tajribasi bor, na bir ishlagan joylari bor, na bir siz bilasiz qaysi ishlarni qila olasiz. Lekin salohiyatli bo'lishi mumkin. Lekin buni o'zi yetarli emas. Lekin siz shunda o'zingizni hech narsasiz, hech qanaqa manfaatsiz unga o'zingizni bilimingizni berib o'rgatishingiz kerak. Aynan shu payt yoshlarimizda qiyinchilik bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shuning uchun men juda ham ishonaman ustozlarning roliga va hamkasblarim qizg'anmaydi, o'zini bilimini yoshlarga beradi va yoshlar, siz boya ko'p aytdingiz-ku, men o'shanga to'liq qo'shilaman. Ya'ni sabr. Sabr biz uchun juda ham toqat, bu muhim indikatorlardan biri davlat xizmatida. Qisqa bo'lsa ham juda mazmunli suhbat bo'ldi. Sizga tashakkur aytamiz. Sizga ham taklif uchun katta rahmat. O'ylayman, sermazmun suhbat bo'ldi. Rahmat.